Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun biz hammamizni, ayniqsa keksa avlod vakillarini chuqur tashvishga soladigan juda muhim va dolzarb bir yangilik haqida batafsil gaplashamiz. Yaqinda qabul qilingan qonunchilikdagi o'zgarishlar tufayli ko'pchilik pensionerlarga endi avvalgidek yashash yoki qo'shimcha daromad topish qiyinroq bo'lishi mumkin. Ba'zi faoliyatlar uchun pensionerlarga endi cheklovlar qo'yilishi mumkin. Bu esa ularning kundalik hayotiga bevosita ta'sir qiladi. Bu ma'lumot sizning moddiy ahvolingizga, farovonligingizga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun diqqat bilan tinglang, har bir tafsilotni tushunishga harakat qiling. Hozirda kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumotni imkon qadar ko'proq odamga yetkazishimizga yordam beradi va siz ham doimo eng muhim yangiliklardan xabardor bo'lib turasiz. Core of the problem oldinlari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avvalo eski tizim qanday ishlaganini eslab olsak. Ilgari mamlakatimizda nafaqaga chiqqan fuqarolarimiz o'z pensiyalarini to'liq hajmda olib, shu bilan birga ishlashni davom ettirish imkoniyatiga ega edilar. Ya'ni agar siz pensiyaga chiqqan bo'lsangiz ham, qo'shimcha daromad topish uchun biror joyda ishlasangiz, sizga ham ish haqi, ham pensiya to'liq to'langan. Bu tizim ko'plab pensionerlar uchun juda qulay edi. Chunki u ularga nafaqat moliyaviy barqarorlikni ta'minlash, balki ijtimoiy faollikni saqlab qolish, jamiyatga o'z tajribalari va bilimlari bilan hissa qo'shish imkonini berardi. Masalan, maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan, keyin pensiyaga chiqqan Murod aka salomatligi imkon bergani uchun o'zining sevimli kasbini tashlamay, maktabda yana yarim stavka ishlashni davom ettirardi. U ham oylik maoshini, ham pensiyasini to'liq olardi. Bu esa unga oilasini ta'minlash, nabiralariga sovg'alar olish va ba'zan o'ziga ham kichik xursandchiliklar qilish imkonini berardi. Pensiya va ish haqi uning umumiy daromadini sezilarli darajada oshirardi. Bu esa yashash sifatini yaxshilashga xizmat qilardi. Bu tizim juda moslashuvchan edi va pensionerlarga o'zlarining shaxsiy imkoniyatlari va ehtiyojlariga qarab turli xil ish variantlarini tanlash imkonini berardi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Yangi qonunchilikka ko'ra, agar pensionerlar belgilangan daromad chegarasidan oshiq pul topishsa yoki ma'lum bir lavozimlarda ishlashda oshiq davom etsa, ularning pensiyasi to'liq to'lanmasligi, hatto ba'zi holatlarda butunlay to'xtatib qo'yilishi mumkin. Bu o'zgarishlar pensiya tizimini muvozanatlash, pensiya fondining barqarorligini ta'minlash, shuningdek yoshlarning bandligini oshirish kabi maqsadlarda amalga oshirilayotganligi aytilmoqda. Hukumatning fikricha, yuqori daromadli ishlarda faoliyat yuritayotgan pensionerlarning pensiyalarini qisman yoki butunlay to'xtatish orqali pensiya fondiga tushayotgan yukni kamaytirish va shu mablag'larni haqiqatan ham ehtiyojmand pensionerlarga yo'naltirish imkoniyati paydo bo'ladi. Shuningdek, bu yosh mutaxassislarga ish o'rinlarini bo'shatishga va ularga ko'proq imkoniyatlar yaratishga xizmat qiladi degan fikr ham mavjud. Ushbu yangi qoidalar asosan rasmiy ravishda band bo'lgan va ma'lum daromad chegarasidan yuqori ish haqi oladigan pensionerlarga taalluqlidir. Shuni ham ta'kidlash kerakki, bu o'zgarishlar faqatgina ma'lum bir toifadagi pensionerlarga ta'sir qiladi. Ya'ni agar siz ishlamasangiz yoki daromadingiz juda kam bo'lsa, sizning pensiyangizga hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Ammo agar siz nafaqada bo'lib, rasmiy ishda ishlayotgan bo'lsangiz, albatta bu videoni diqqat bilan oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Main part 1. Detail breakdown, nima bilishingiz kerak, kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanishi shart emas. Keling, bu savollarga atroflicha javob beraylik. Avvalo, siz daromad chegarasi tushunchasini aniq tushunishingiz kerak. Bu shunchaki har qanday ish haqida emas, balki sizning umumiy daromadingiz ma'lum bir davlat tomonidan belgilangan miqdordan oshib ketgan holatlar haqida. Masalan, davlat shunday daromad chegarasini belgilashi mumkinki, u ikkita minimal ish haqi miqdoriga teng bo'ladi. Deylik 2 million so'm. Agar sizning ishdan oladigan oylik daromadingiz pensiyadan tashqari shu miqdordan oshsa, sizning pensiyangizga nisbatan qandaydir cheklovlar qo'yilishi mumkin. Bu degani, agar sizning oylik ish haqingiz 20 million so'm bo'lsa, siz xavotirlanishingiz shart emas. Ammo agar u 2 million so'm bo'lsa, bu sizning pensiyangizga ta'sir qilishi mumkin. Bu chegara har yili inflyatsiya va iqtisodiy vaziyatga qarab qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun doimo dolzarb ma'lumotlardan xabardor bo'lib turish muhimdir. Ba'zi hollarda bu chegara nafaqat ish haqini, balki boshqa turdagi rasmiy daromadlarni ham
o'z ichiga olishi mumkin. Masalan, yirik dividendlar, leasing to'lovlari yoki ijara daromadlari kabi. Bu yerda asosiy e'tibor sizning rasmiy ravishda qayd etilgan va soliqqa tortiladigan daromadlaringizga qaratiladi. Ikkinchidan, ma'lum lavozimlar tushunchasi ham mavjud. Ba'zi bir lavozimlar, ayniqsa davlat sektoridagi yuqori maoshli yoki mas'uliyatli lavozimlar ushbu cheklovlarga tortilishi mumkin. Masalan, yirik davlat korxonalarida rahbarlik lavozimlarida ishlayotgan, yuqori maosh oladigan pensionerlar yoki davlat organlarida maslahatchi sifatida faoliyat yuritayotgan shaxslar. Bu yerda maqsad pensiya tizimining imkoniyatlarini yanada oqilona taqsimlash va yuqori daromadli ishlarda faoliyat yuritayotgan pensionerlarga nisbatan adolatli yondashuvni ta'minlashdir. Bu holatda nafaqat daromad miqdori, balki lavozimning o'zi ham cheklov qo'yish uchun asos bo'lishi mumkin. Qonunchilikda bu kabi lavozimlar ro'yxati aniq belgilanishi kerak. Shuning uchun siz o'z lavozimingiz ushbu ro'yxatga kirmasligiga ishonch hosil qilishingiz zarur. Pensiyani qisqartirish mexanizmi ham turlicha bo'lishi mumkin. Bu har doim ham medipani to'xtatish degani emas. Ba'zi holatlarda pensiya qisman, masalan, 50 panga qisqartirilishi mumkin, agar sizning daromadingiz belgilangan chegaradan oshib ketsa. Yoki pensiyaning faqatgina ma'lum bir qismi to'lanishi mumkin. Ya'ni sizning daromadingizga qarab faqatgina pensiyaning asosiy qismi qolgan qismi esa to'xtatiladi. Bu qisqartirishlar aniq formullar asosida hisoblanadi va ularning qanday qo'llanilishi haqida pensiya jamg'armasi sizga batafsil ma'lumot berishi kerak. Kim xavotirlanishi kerak? Rasmiy ravishda ishlayotgan pensionerlar. Agar siz pensiyada bo'lib, mehnat shartnomasi asosida rasmiy ravishda biror joyda ishlasangiz, sizning holatingiz qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Ayniqsa to'liq stavkada ishlayotganlar yoki yuqori lavozimlarda faoliyat yuritayotganlar. 2. Daromad chegarasidan yuqori ish haqi oladigan pensionerlar. Agar sizning oylik ish haqingiz pensiyadan tashqari davlat tomonidan belgilangan chegaradan, masalan, yuqorida aytilgan 2 minimal ish haqi miqdoridan oshsa, sizning pensiyangiz qisqartirilishi yoki butunlay to'xtatilishi mumkin. 3. Katta pensiya oladigan va shu bilan birga ishlayotgan pensionerlar. Ba'zi fuqarolar uzoq yillar davomida mas'uliyatli lavozimlarda ishlagani sababli nisbatan yuqori pensiya olishadi. Agar ular shu bilan birga yuqori daromadli ishda faoliyat yuritsa, ular ham cheklovlar ostida qolishlari mumkin. 4. Nafaqaga chiqqandan keyin ish boshlaganlar. Agar siz nafaqaga chiqqaningizdan so'ng faoliyat yuritishni davom ettirishga qaror qilgan bo'lsangiz, sizning daromadlaringiz va ish joyingiz pensiya jamg'armasi tomonidan diqqat bilan o'rganilishi mumkin. Kim xavotirlanishi shart emas. 1. Ishlamaydigan pensionerlar. Agar siz pensiyada bo'lib, umuman ishlamasangiz, sizning pensiyangizga hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Siz pensiyangizni to'liq hajmda olishda davom etasiz. 2. Norasmiy ishlaydigan pensionerlar. Agar siz norasmiy ravishda, ya'ni mehnat shartnomasiz yoki rasmiy ro'yxatdan o'tmagan holda ishlasangiz, sizning daromadingiz haqida pensiya jamg'armasida ma'lumot bo'lmaydi. Ammo shuni unutmaslik kerakki, norasmiy ishlashning o'ziga yarasha xavf-xatarlari bor. Masalan, ijtimoiy kafolatlar yo'qligi, jarimalar va boshqalar. Bu tavsiya emas, balki shunchaki hozirgi vaziyatni tushuntirishdir. 2. Minimal daromadli pensionerlar. Agar sizning ishdan oladigan daromadingiz davlat tomonidan belgilangan chegaradan sezilarli darajada past bo'lsa, sizning pensiyangizga hech qanday cheklov qo'yilmaydi. Misol uchun, agar chegara 2 million so'm bo'lsa, sizning ish haqingiz 800 ming so'm bo'lsa, siz xavotirlanmasangiz ham bo'ladi. 4. Ma'lum bir imtiyozli toifadagi pensionerlar. Ayrim toifadagi fuqarolar, masalan, nogironlik bo'lgan shaxslar yoki harbiy pensionerlar uchun alohida qoidalar va imtiyozlar mavjud bo'lishi mumkin. Bu haqda keyingi bo'limda batafsilroq gaplashamiz. Keling, bir nechta real hayotiy misollarni ko'rib chiqamiz. Ular sizga vaziyatni yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Misol BIM. O'qituvchi Karimovaxon. Karimovaxon 30 yil davomida maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan va hozirda 1800 ming so'm miqdorida pensiya oladi. Nafaqaga chiqqanidan so'ng u o'z tajribasini yosh avlodga o'rgatishni istab, maktabda yarim stavka asosida ishlashni davom ettirdi. Uning oylik ish haqi 1.200 ming so'mni tashkil etadi. Aytaylik, davlat tomonidan belgilangan daromad chegarasi 2 ming so'm. Natija, Karimovaxonning ishdan oladigan daromadi 20.200 ming so'm bo'lib, bu belgilangan chegara 20 ming so'mdan past.
Shu sababli uning pensiyasi hech qanday o'zgarishsiz to'liq hajmda 1.800 million so'm to'lanadi. U ham pensiyasini ham ish haqini to'liq oladi. Chunki uning daromadi cheklov me'yoridan oshmagan. Misol 2. Muhandis Aliyev. Aliyev 7 yil davomida yirik zavodda yetakchi muhandis bo'lib ishlagan va hozirda 2.5 million so'm miqdorida pensiya oladi. Nafaqaga chiqqandan so'ng uning tajribasi juda qadrli bo'lgani sababli uni yana bir yirik kompaniyaga maslahatchi sifatida to'liq stavkaga ishga olishdi. Uning oylik ish haqi 60 million so'mni tashkil etadi. Davlat tomonidan belgilangan daromad chegarasi 2 million so'm. Natija Aliyevning ishdan oladigan daromadi 4 million so'm bo'lib, bu belgilangan chegara 2 million so'mdan ancha yuqori. Yangi qonunlarga ko'ra, agar daromad chegaradan oshsa pensiyaning erkin pasimiz qisqartirilishi nazarda tutilgan bo'lsin. Demak, Aliyevning pensiyasi 2.5 million so'mdan 22 million so'mga qisqartiriladi. Uning umumiy daromadi dar million so'm. Ish haqilari 22 million so'm. Qisqartirilgan pensiya 5.2 million so'mni tashkil etadi. Garchi uning umumiy daromadi hali ham yuqori bo'lsa-da, pensiyasining qisqarishi uning moliyaviy rejalashtirishiga ta'sir qiladi. Bu yerda shuni tushunish kerakki, uning umumiy daromadi yuqori bo'lganligi sababli jamiyat unga pensiya to'liq hajmda to'lanishi shart emas degan qarorga kelingan. Misol 3 do'kon egasi Saidova. Saidova nafaqaga chiqqach, o'zining kichik mahalla do'konini ochdi va uni rasmiy ro'yxatdan o'tkazdi. Uning do'konidan oladigan sof oylik daromadi, soliqlarni to'lagandan so'ng uning pensiyasi 1.600.000 so'm. Davlat tomonidan belgilangan daromad chegarasi 2 million so'm. Natija Saidovaning tadbirkorlikdan oladigan sof daromadi 1.500.000 so'm bo'lib, bu belgilangan chegara 2 million so'mdan past. Demak, uning pensiyasi ham xavfsiz. U ham pensiyasini ham do'kondan tushgan daromadini to'liq oladi. Bu yerda asosiy nuqta shundaki, daromadni hisoblashda ko'pincha soliqlardan keyingi sof daromad inobatga olinadi. Bu esa kichik biznes egalari uchun bir qancha qulaylik yaratadi. Chunki ular barcha xarajatlarni hisobga olgan holda aniq daromadlarni ko'rsatishlari mumkin. Misol 4 yuqori lavozimli davlat xizmatchisi Ikromov davlat idorasida yuqori lavozimda ishlagan va pensiyaga chiqqach 3.5 million so'm miqdorida pensiya oladi. Keyinchalik uning tajribasi juda qadrli bo'lgani uchun u davlatga tegishli kompaniyalardan biriga maslahatchi lavozimiga qayta taklif etiladi. Uning bu lavozimdagi oylik maoshi 7 million so'm tashkil etadi. Bu lavozim ma'lum lavozimlar ro'yxatiga kiritilgan va daromadi davlat tomonidan belgilangan chegaradan 2 million so'm ancha yuqori. Natija Ikromovning pensiyasi yangi qoidalarga ko'ra butunlay to'xtatiladi. Chunki uning lavozimi va oladigan daromadi davlat tomonidan yuqori daromadli va cheklovga tortiladigan toifa sifatida belgilangan. Bu holda uning faqatgina ish haqi 7 million so'mni tashkil etadi, qo'shimcha pensiya to'lanmaydi. Bunday qoida ayniqsa davlat sektorida yuqori maoshli lavozimlarda ishlayotgan, lekin allaqachon pensiya yoshiga yetgan shaxslarga nisbatan qo'llaniladi. Maqsad jamg'arma mablag'larini tejash va yosh kadrlarga imkoniyat berishdir. Main part 2. Exceptions to the rules, pitfalls and unobvious nuances. Endi esa bu qoidalardagi istisnolar, e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan tuzoqlar va noaniq nuanslar haqida gaplashamiz. Bu qism siz uchun juda muhim bo'lishi mumkin. Chunki u sizning shaxsiy vaziyatingizga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilishi mumkin bo'lgan alohida holatlarni qamrab oladi. Istisnolar. 1. Ish turlari bo'yicha istisnolar. Barcha turdagi ishlar ham cheklov ostiga tushavermaydi. Masalan, shaxsiy tomorqada dehqonchilik qilish, chorvachilik bilan shug'ullanish kabi faoliyat turlari yoki rasmiy mehnat shartnomasiz amalga oshiriladigan ijodiy ishlar, masalan, kitob yozish, san'at asarlari yaratish ko'pincha bu cheklovlarga kirmaydi. Shuningdek, ko'ngilli ishlash yoki juda kam daromadli o'zini o'zi band qilish, masalan, qo'l mehnati, kichik xizmatlar ko'rsatish ham cheklovlar ostida qolmasligi mumkin. Bu yerda asosiy mezon rasmiy bandlik va soliqqa tortiladigan daromadning miqdori hisoblanadi. 2. Nogironligi bo'lgan pensionerlar. Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun pensiya tizimida ko'pincha alohida qoidalar va imtiyozlar mavjud. Ko'p hollarda ular uchun daromad chegaralari yuqoriroq belgilanishi yoki ular umuman bunday cheklovlarga tushmasligi mumkin.
Davlat bunday toifadagi fuqarolarning ijtimoiy himoyasini ta'minlashga ustuvor ahamiyat beradi. Shuning uchun agar siz nogironligi bo'lgan pensioner bo'lsangiz va ishlayotgan bo'lsangiz, pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, aniq ma'lumot olishingiz shart. Uchun maxsus professional toifalar, ba'zi bir kasb egalari, masalan, yuqori malakali shifokorlar, olimlar, akademiklar yoki boshqa juda noyob va talab yuqori bo'lgan mutaxassislar uchun alohida qoidalar qo'llanilishi mumkin. Ularning tajribasi, bilimlari mamlakat uchun juda qadrli bo'lganligi sababli ularning ish faoliyatini cheklash iqtisodiyotga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun ular uchun maxsus imtiyozlar yoki yuqoriroq daromad chegaralari belgilanishi mumkin. Bu asosan davlat sektoridagi ilmiy tadqiqot institutlari, oliy ta'lim muassasalari yoki tibbiyot markazlarida faoliyat yuritayotgan shaxslarga taalluqli bo'lishi mumkin. 4. Kichik tadbirkorlik va minimal aylanmali biznes. Agar pensioner o'zining kichik biznesini, masalan, yakka tartibdagi tadbirkor sifatida yuritayotgan bo'lsa, uning biznes aylanmasi yoki foydasi juda kam bo'lsa, u ham ushbu cheklovlar ostiga tushmasligi mumkin. Bu yerda asosiy mezon olinayotgan sof daromad miqdori. Ko'pgina hollarda davlat kichik biznesni qo'llab-quvvatlashga intiladi. Shu jumladan pensionerlar orasida ham. Tuzoqlar e'tibordan chetda qolmasligi kerak bo'lgan jihatlar. Birinchi, norasmiy ishlashning xavfi. Ba'zi pensionerlar pensiya cheklovlaridan qochish uchun norasmiy ravishda ishlashga moyil bo'lishlari mumkin. Garchi bu qisqa muddatda pensiya saqlanib qolishini ta'minlasa-da, norasmiy ishlash jiddiy xavf-xatarlarni o'z ichiga oladi. Birinchidan, siz mehnat qonunchiligi bilan himoyalanmagan bo'lasiz. Masalan, ishdan bo'shatilganda kompensatsiya yo'qligi, kasallik ta'tili puli to'lanmasligi. Ikkinchidan, soliq organlari tomonidan aniqlangan taqdirda sizga jarimalar qo'llanilishi mumkin. Uchinchidan, ba'zi turdagi norasmiy daromadlar, masalan, bank hisob varag'iga muntazam tushumlar, baribir nazorat organlari e'tiborini tortishi mumkin. 2. Daromad chegarasini hisoblashning murakkabliklari. Daromad chegarasini hisoblashda qaysi turdagi daromadlar inobatga olinishi muhimdir. Bu yalpi daromadmi yoki soliqlar to'langandan keyingi sof daromadmi? Oylik daromadmi yoki yillik daromad o'rtacha qiymatimi? Bonuslar, mukofotlar va boshqa bir martalik to'lovlar ham inobatga olinadimi? Bu savollarga aniq javob olish uchun pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerak edi. Odatda yalpi daromad inobatga olinadi, ammo ayrim hollarda sof daromad ham hisobga olinishi mumkin. Bu murakkablik pensiya jamg'armasi mutaxassislari bilan maslahatlashishni taqozo etadi. Avtomatik ma'lumot almashinuvi. Pensiya jamg'armasi sizning ishlayotganingiz va qancha daromad olayotganingizni qanday bilib oladi deb o'ylashingiz mumkin. Hozirgi raqamli asrda davlat organlari o'rtasida ma'lumotlar almashinuvi tizimi juda rivojlangan. Soliq idoralari, bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi va banklar o'rtasida ma'lumotlar avtomatik ravishda almashinadi. Shunday qilib sizning rasmiy ish joyingiz va daromadingiz haqidagi har qanday ma'lumot pensiya jamg'armasiga yetib boradi. Bu degani sizning daromadlaringizni yashirishga urinish deyarli imkonsizdir va bu jarayonga faqatgina o'zingizni xavf ostiga qo'ygan bo'lasiz. 4. Retroaktiv qo'llanilish ehtimoli. Agar siz yangi qonunlar kuchga kirgandan keyin ham ishlashda davom etib, pensiya jamg'armasini bu haqda xabardor qilmagan bo'lsangiz, keyinchalik sizdan ortiqcha to'langan pensiya mablag'larini qaytarib berish talab qilinishi mumkin. Bu juda yoqimsiz holat bo'lib, jiddiy ta'sir qilishi mumkin, moliyaviy ahvolingizga jiddiy ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun o'zgarishlar kuchga kirgan zahot hal qilish juda muhimdir. 5. Pensiya turlarining farqi. Bu cheklovlar barcha turdagi pensiyalarga, qarilik pensiyasi, nogironlik pensiyasi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi bir xilda qo'llanilmaydi. Asosan qarilik pensiyasi oluvchi va ishlayotgan fuqarolar cheklovlar ostida qoladi. Nogironlik va boquvchisini yo'qotganlik pensiyalarida alohida qoidalar mavjud bo'lib, ular ko'pincha ishlayotgan bo'lsa ham to'liq to'lanadi. Shu sababli siz qaysi turdagi pensiya olayotganingizni va unga nisbatan qanday qoidalar qo'llanilishini aniqlab olishingiz kerak. Noaniq nuanslar. Pensiyaning maqsadi bu o'zgarishlar pensiyaning jamiyatdagi rolini qayta ko'rib chiqishga undaydi. Pensiya shunchaki ijtimoiy ta'minot tarmog'imi yoki xizmat uchun mukofotmi? Yangi qoidalar pensiya tizimining ijtimoiy xavfsizlik tarmog'i funksiyasiga ko'proq urg'u berayotganini ko'rsatadi. Ya'ni agar fuqaro o'zi ta'minlay olsa, davlatning qo'shimcha yordamiga ehtiyoj kamroq bo'ladi.
2. Mehnat bozoriga ta'siri. Bu cheklovlar keksa avlodni ishdan ketishga yoki norasmiy ravishda ishlashga undaydimi? Bu yoshlar uchun ish o'rinlarini ochib beradimi? Bu savollarga vaqt o'tishi bilan javob topiladi. Ba'zi ekspertlar buning ijobiy ta'sirini kutsa, boshqalar tajribali kadrlar ketishidan xavotirda. 3. Psixologik ta'sir. Ba'zi pensionerlar uchun ishlash nafaqat moliyaviy, balki ijtimoiy va psixologik jihatdan ham muhimdir. Ishlash orqali ular o'zlarini jamiyatning faol a'zosi deb his qilishadi, yolg'izlikdan qochishadi. Ishlash imkoniyatining cheklanishi ba'zilarda keraksizlik hissini uyg'otishi, ruhiy tushkunlikka olib kelishi mumkin. Bu jihat ham davlat tomonidan e'tiborga olinishi kerak. Dard, mahalliy iqtisodiyotga ta'siri. Agar ko'plab ishlaydigan pensionerlarning daromadlari qisqarsa, bu ularning xarid qobiliyatiga ta'sir qiladi. Bu esa o'z navbatida mahalliy iqtisodiyotda iste'mol hajmining pasayishiga olib kelishi mumkin. Kichik bizneslarga, bozorlarga va xizmat ko'rsatish sohasiga bilvosita ta'sir ko'rsatishi mumkin. Practical advice, aziz tomoshabinlar, bu yangiliklar sizni xavotirga solgan bo'lsa, xavotirlanmang. Har qanday vaziyatda ham to'g'ri qadamlar bilan o'zingizni himoya qilishingiz mumkin. Quyida sizga aniq harakatlar rejasini taqdim etaman. O'z vaziyatingizni baholang. Siz hozir ishlayapsizmi? Agar ishlayotgan bo'lsangiz, rasmiy ravishda ro'yxatdan o'tganmisiz yoki norasmiy ishlaysizmi? Bu juda muhim savol. Rasmiy daromadingiz qancha? Oyga qancha ish haqi olasiz? Bu pensiyadan tashqari daromad hisoblanadi. Shuni ham inobatga olingki, bu daromad soliqlar to'langandan keyingisi emas, balki yalpi daromad bo'lishi mumkin. Bu aniq tafsilotni pensiya jamg'armasi mutaxassislaridan bilib olish zarur. Olayotgan pensiya miqdoringiz qancha? Barcha ma'lumotlarni yig'ib umumiy manzarani ko'ring. Rasmiy manbalardan ma'lumot oling. Eng birinchi va eng ishonchli manba bu hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limi. Shaxsan bu mutaxassislar bilan maslahatlashing. Ular sizga sizning shaxsiy vaziyatingizga qarab aniq ma'lumot bera oladilar. Ulardan sizni qiziqtirgan barcha savollarga javob olishingiz mumkin. Hukumatning rasmiy veb saytlarini, masalan, Vavli.uz portalini yoki Moliya vazirligining saytini muntazam kuzatib boring. Bu yerda yangi qonunlar, qarorlar va ularga izohlar chop etiladi. Pensiya jamg'armasining ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qiling. Ko'pincha bu xizmatlar bepul bo'ladi va sizga dastlabki ma'lumotni olishga yordam beradi. Faqatgina eslab qolingki, bu faqat dastlabki ma'lumot. Eng to'liq va ishonchli javobni shaxsan tashrif buyurganingizda olasiz. G'iybatlarga, mish-mishlarga yoki ijtimoiy tarmoqlardagi tasdiqlanmagan xabarlarga ishonmang. Faqat rasmiy manbalarga tayanib ish ko'ring. 3. Kerakli hujjatlarni to'plang. Pasportingiz. Har qanday rasmiy muassasaga murojaat qilganda bu birinchi navbatda kerak bo'ladi. Pensiya guvohnomangiz. Unda sizning pensiya turi va miqdor haqida asosiy ma'lumotlar mavjud. Mehnat shartnomangiz, agar ishlaysangiz, bu sizning rasmiy bandligingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. Oxirgi 6-12 oy davomida ish beruvchingizdan olgan daromad to'g'risidagi ma'lumotnoma. Bu sizning ishdan oladigan daromadingizni tasdiqlaydi. Boshqa tegishli hujjatlar, masalan, tadbirkorlik guvohnomasi, nogironlik guvohnomasi va hokazo, agar sizning vaziyatingiz maxsus bo'lsa. 4. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilganda nimalarni so'rashingiz va ma'lum qilishingiz kerak? Mening pensiyamga yangi qonun qanday ta'sir qiladi? Bu asosiy savol bo'lishi kerak. Mening hozirgi daromadim, masalan, 25 ming so'm belgilangan daromad chegarasidan oshib ketadimi? Agar oshib ketsa, qancha miqdorga va qancha pensiyam qisqartiriladi? Qanday hujjatlar taqdim etishim kerak? Agar pensiyam qisqartirilsa yoki to'xtatilsa, bu qarorga qanday apellyatsiya berishim mumkin? Bu juda muhim, chunki har bir fuqaro apellyatsiya berish huquqiga ega. Pensiya jamg'armasi xodimi sizga apellyatsiya berish tartibi, muddatlari va zarur hujjatlar ro'yxatini tushuntirib berishi shart. Apellyatsiya yozma shaklda bo'lishi va barcha dalillarni o'z ichiga olishi kerak. Pensiya jamg'armasi mutaxassisiga o'z vaziyatingizni to'liq bayon qiling va barcha savollaringizga aniq javob olishga harakat qiling. Ulardan yozma tushuntirish talab qilishdan tortinmang. 5 muqobil variantlarni ko'rib chiqing. Agar siz ishlashni davom ettirmoqchi bo'lsangiz, lekin pensiyangiz qisqarishini istamasangiz, ish soatlaringizni kamaytirish orqali rasmiy daromadingizni belgilangan chegaradan pastroqqa tushirish imkoniyatini ish beruvchingiz bilan muhokama qiling.
rasmiy ro'yxatdan o'tgan o'zini o'zi band qilish shakllarini o'rganing. Ba'zi mamlakatlarda o'zini o'zi band qilgan fuqarolar uchun soliq imtiyozlari yoki soddalashtirilgan hisobot tizimlari mavjud bo'lib, bu ularga qo'shimcha daromad topish imkonini beradi. Ammo belgilangan daromad chegarasidan oshib ketmaslikka yordam beradi. Agar sizning vaziyatingiz murakkab bo'lsa va pensiya jamg'armasining javoblaridan qoniqmasangiz, malakali yuridik maslahat olishdan tortinmang. Advokat sizning huquqlaringizni himoya qilishga va to'g'ri yo'l ko'rsatishga yordam berishi mumkin. Mod manfaat ko'zlamagan holda ko'ngilli faoliyat bilan shug'ullanishni o'ylab ko'ring. Bu sizga jamiyatda faol bo'lish, tajribangizni baham ko'rish va yangi insonlar bilan muloqot qilish imkonini beradi. Doimo xabardor bo'lib turing. Rasmiy yangiliklar kanallariga obuna bo'ling, davlat idoralarining e'lonlarini kuzatib boring. Qonunchilik doimiy ravishda o'zgarishi va takomillashtirilishi mumkin. Shuning uchun eng so'nggi ma'lumotlardan xabardor bo'lish juda muhimdir. Conclusion and final hook. Aziz do'stlar, bugungi videoda biz pensionerlarga oid yangi cheklovlar va ularning hayotingizga qanday ta'sir qilishi mumkinligi haqida atroflicha gaplashdik. Bu nafaqat moliyaviy, balki ijtimoiy jihatdan ham juda muhim masala. Chunki u katta yoshdagi fuqarolarimizning jamiyatdagi faoliyatiga va turmush tarziga bevosita daxl qiladi. Unutmang, har qanday o'zgarishlarga tayyor turish, o'z huquqlaringizni bilish va to'g'ri harakat qilish orqali siz o'zingizni va yaqinlaringizni himoya qila olasiz. Siz bu o'zgarishlar haqida nima deb o'ylaysiz? Bu qaror qanchalik adolatli? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Bu videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda biz sizni doimo eng muhim va dolzarb ma'lumotlar bilan ta'minlashda davom eta olamiz. O'zingizni ehtiyot qiling va doimo bilimli bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha